Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan ko'z nuri bo'yicha rezultatlar bilan o'rtoqlashamiz. Qayerdan kelgansiz siz? Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanidan kelganman. Qizingizni olib kelgansiz a? Ha, 9 yoshar Muxlisa qizimni olib kelganman. Hop, kelganda ahvoli qanday edi? Kelganda ahvoli o'rtacha 3,5-4 minus bilan kelganmiz achkida. Hozirga kelib mana 8-kun natijalarida achkilarini umuman tashlagan. Kelganda qog'ozdagi harflardan 3-qatorini juda xira ko'rardi. Hozir Allohga shukr, bugun 8-qatorni ham ko'ryapti. Juda yaxshi-da. Yana boshqa nima xarakterlar o'zgardi ruhiyatida? Juda ham anjiq, yig'loq, men bilan rosa urushqoq edi. Xudoga shukr, hozir umuman bugun 6 kun bo'ldi. Umuman yig'lagani yo'q. 2-kundan natija olib boshlaganman. Yig'lagani yo'q, men bilan urushgani ham yo'q, arazlagani ham yo'q. Har taraflama juda ham fe'l atroflarida o'zgarish katta. Juda yaxshi-da. Keyingisi kim edi? Keyingisi. Siz qayerdan keldingiz? Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidan keldim. Hop. Men ikkita qizim Muslima, Malika qizimda o'zimda davolangan keluvdim. Hozirgi kunda ahvolimiz yaxshi. O'zim birinchi kelganimda, birinchi kun -4 ochko bilan kelgandim. 2 qatorni zo'rg'a ko'rardim. Hozir 8 qatorgacha ko'ryapman. Xursandsiz kelganingizdan? Xursandman albatta. Bugun endi 8-kun, yana 2 kun bor Yana 2 o'rtada. kun bor. Qizlaringiz o'zgarish qanaqa bo'lyapti? Qizlarim ham birinchi qatorda ham xira ko'rardi. Hozir 5 qator ko'ryapti. Katta qizim Muslima. Juda yaxshi. Kichkina qizim hali uncha harflar tonimaydi, lekin ko'zimda yorqinlik bor deb xursand. Kayfiyatlari ham yaxshi. Natijadan xursandmisiz? Xursandman. Juda yaxshi-da. Kattakon rahmat sizga. Sizlar ham omon bo'linglar, qolganiga to'liq tuzalib ketishlaringga muvaffaqiyat tilayman. Keyingi qizimiz kim edi? Keling, shu yerda turavering. Shu yerda mana ushlang mikrofonda. Siz qayerdan keldingiz? Assalomu alaykum. Men Farg'ona viloyati Bo'yda tumanidan keldim. Xo'p. Men kelganimda 5 qatorga 8 qator ko'rganman. Ko'zim 2 xil edi. Hozir tenglashdi va oxirgi qatorgacha ko'ryapman. Juda zo'r. Natijani eng olisini, atomini oldingiz-da. Juda yaxshi. Rahmat qizim, rahmat. Rahmat sizga. Omon bo'ling, rahmat. Keyingisi kim? Keling. Assalomu alaykum. Men Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidan keldim. Kelganimda men 3 qator ko'rardim. Hozir hamma qatorni ko'ryapman. Ana, natijani eng zo'ri. Yoshlarda natija juda zo'r bo'ladi-da, yosh hali bular maktab o'quvchilari. Ko'zlari xira bo'lib, minus, miopiya kasalligi bilan kelgan. Yana kim? Kim yana? Keling qizim, keling. Mana qizim mana Qashqadaryodan kelgan-a? Assalomu alaykum. Men Qashqadaryo viloyatidan keldim. Qaysi rayonidan? Chiroqchi Chiroqchi rayonidan. Hop, kelganingizda ahvolingiz qanday edi? Kelganimda 3-4 qator ko'rardim. Hozir 8-qatorda yaxshi ko'ryapman. Tiniq ko'ryapsizmi? Kelganingizdan xursandmisiz? Hech qanday dori darmonsiz. Ko'zda operatsiya qilmasdan tiklash iloji bor ekanmi qizim? Ha, albatta. Ha, xursandmisiz? Hop, buvangizda qanaqa natijalar buvasida? Buvimda natijalar juda zo'r. Hop. Grijasi bor edi, hozir yo'qolgan. Asabiy edim. Hozir kelganda umuman dori-darmon ichmayapti-da. Asabiylar yo'qolib qoldi buvangizda. Yoshi nechida buvangizni? 62 da. 62 yoshda. Barakalla, barakalla. Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum. Shifonur kasallikdagi sog'lomlashtirishdagi yigitlar. Shifo plyus sanatoriyalar. Rahmat. Tanjonilar sog' bo'lsin. Juda ham yaxshi ekan. Burroq yana ham bilmabman deb qoldim. Qayerdan keldingiz? Qirg'iziston viloyatidan, O'zgan shahridan. Allohga shukr. -1, -3 bilan keldim. Hozir yaxshi, hamma harflarda 8 qator ko'rilyapti. Allohga 100 shukr. Uzoqni ko'ra olmasdim, hozir bemalol ko'ryapman. Yana boshqa qanday kasalliklardan tuzaldingiz? Menmi? Xudo xolasa belim og'rirdi. Hozircha yo'q, Xudoga shukr. Yaxshi bo'lib qoldim. Oyoqlarimda o'zgarish bor, muzlab qaqshar edi. Hozir u ham yo'q. Xudoga shukr, mana foydasini bildim. Dori darmonsiz iloji bor ekanmi tuzalishda? Hech qanday aptekani aralashuvsiz, jarrohlik operatsiyasiz, hammasini o'zingiz hayotingizda ko'rib mana. Xudo xolasa shu mashqlar orqali yaxshi bo'lar ekan, Xudo nasib qilsa. Ko'p qatorda ishonch hosil qildik. Rahmat, rahmat, omon bo'ling. Rahmat. Kim bor yana? Gapira davom.
Men Andijondan keldim. Kelganimda 2 qatorda xira ko'rardim. Hozir 8 qator ko'ryapman. Juda yaxshi. Natijalar zo'r. Juda yaxshi. Bo'ladi. Beravering. Mana o'qing. O'rtoqlar, mana rezultatlar bo'yicha natijalarni eshitdinglar. Endi ularni o'zlarini suratga olib chiqib, bu yoqqa olib chiqishga iloji bo'lmadi, chunki uyalishadi. Asosan ko'proq ayollar gapirishdi bu yerda. Mana o'rtoqlar, o'zlaring guvohi bo'ldinglar. Hech qanday dori-darmon ishlatmasdan, jarrohlik operatsiyalar ishlatmasdan ko'z nurini bir necha qator tiklashga erishdi mijozlarimiz. Rezultatlar bilan o'zimiz mana birgalikda tanishdik. Hammalaring xursandmisizlar? Ha. Rozimisizlar hammalaring kelganlaringdan? Ha. Rahmat, omon bo'linglar, tinch bo'linglar. Mana bugun 8-kunmi? Juda katta natijalarga erishdi. Yana 2 kun ichida yana bundan ham ko'proq natijalar bo'lib qolishiga hammalaringga muvaffaqiyat tilayman.